Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, opa-singillar va aka-ukalar. Bugun men pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim, shoshilinch va ko'pchilikka bevosita taalluqli masala haqida gapiraman. Bu xabar faqat pensiya olayotgan insonlarga emas, ularning farzandlariga, nabiralariga, qarindoshlariga ham tegishli. Chunki bitta hujjatdagi xato, bitta eski telefon raqami, bitta yangilanmagan bank kartasi yoki noto'g'ri ko'rsatilgan ma'lumot pensiya to'lovining kechikishiga, qayta tekshiruvga tushishiga yoki ortiqcha ovoragarchilikka sabab bo'lishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nimalarga alohida e'tibor berish kerak, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa tinch bo'lishi mumkin, qaysi holatlarda pensiya jamg'armasiga yoki bankka borish zarur, qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki aynan oxirida men pensionerlar eng ko'p yo'l qo'yadigan xatolarni va ularni oldini olish bo'yicha aniq qadamlarni aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bu ma'lumot sizning oilangizdagi kamida bitta inson uchun albatta kerak bo'ladi. Men ko'p yillik tajribamdan bilamanki, pensionerlar uchun eng og'riqli masala bu pensiya o'z vaqtida tushmasligi yoki nima sababdan to'lov kechikkanini tushunmaslikdir. Odam oy boshida dori-darmon olishi kerak, kommunal to'lovni to'lashi kerak. Ro'zg'or xarajatini rejalashtirgan bo'ladi. Agar pensiya bir necha kun kechiksa ham bu oddiy kechikish emas, bu insonning kundalik hayotiga ta'sir qiladigan jiddiy holat. Avvallari ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar mahalla, bank kassasi yoki bo'limga borib kelish orqali hal qilinar edi. Pensiyon hujjatini olib borardi, xodim ko'rib chiqardi, ayrim ma'lumotlar qo'lda tekshirilardi. Bu tizimda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor edi. Navbat ko'p bo'lardi. Ma'lumot topish sekin kechardi. Bitta familiyadagi harf xatosi ham ishni cho'zib yuborardi. Lekin odam hech bo'lmasa qaysi xonaga kirishini, kimdan so'rashini bilardi. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Pensiya tayinlash, qayta hisoblash, to'lovni bank kartasiga o'tkazish, ayrim ma'lumotlarni boshqa idoralar bazasi bilan solishtirish kabi ishlar raqamli tartibda yuritilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Ko'p narsani tezroq aniqlash mumkin. Ortiqcha qog'oz kamayadi, noto'g'ri to'lovlar oldinadi. Lekin shuni ham ochiq aytaman. Elektron tizimda ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, eski bo'lsa yoki bir-biriga mos kelmasa, pensioner buni kechroq sezishi mumkin. Masalan, pasport ma'lumotlari yangilangan, lekin bankdagi ma'lumot eski qolgan. Yoki telefon raqami farzand nomida bo'lgan, keyin raqam ishlamay qolgan. Yoki karta muddati tugagan, lekin pensioner yangi karta ochmagan. Natijada pul ajratilgan bo'lsa ham amalda olishda muammo paydo bo'ladi. Asosiy masala shuki, har bir pensioner o'z ma'lumotlari to'g'ri va dolzarb ekanini tekshirtirib qo'yishi kerak. Men bu gapni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, odam oldindan tayyor bo'lsa, bir kunlik ish bir oyga cho'zilib ketmaydi. Endi kimlar birinchi navbatda e'tiborli bo'lish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi guruh bu bank kartasi orqali pensiya oladigan pensionerlar. Agar sizning pensiyangiz plastik kartaga tushsa, kartaning amal qilish muddatini albatta tekshiring. Ko'p pensionerlar kartaning ustidagi oy va yilni ko'rmaydi. Masalan, kartada 0224 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil fevral oyidan keyin ishlamasligi mumkin. Pensiya tizimda sizga hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin bank kartasi faol bo'lmasa, pulni olishda muammo chiqadi. Shunda odam pensiya jamg'armasi bermadi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo bank kartasida bo'ladi. Ikkinchi guruh bu yaqinda pasport yoki ID karta almashtirganlar. Masalan, pensionerning eski pasporti bo'lgan, keyin ID karta olgan. Yangi hujjatda raqam boshqacha, berilgan sana boshqacha. Ayrim hollarda familiya yoki ism yozilishi ham biroz farq qilishi mumkin. Agar bu ma'lumot bankda yoki tegishli idorada yangilanmagan bo'lsa, tizimda nomuvofiqlik paydo bo'ladi. Men bunday holatlarda odamlar bankka borib, nega kartam ishlamayapti deb so'raganini ko'p ko'rganman. Bank esa ma'lumotlaringizni yangilang deydi. Shu bois hujjat almashtirgan har bir pensioner bankdagi va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlari mosligini tekshirtirishi kerak. Uchinchi guruh bu yashash manzilini o'zgartirganlar. Masalan, pensioner ilgari Samarqand viloyatida ro'yxatda turgan, keyin Toshkent shahriga ko'chib kelgan yoki farzandi bilan yashash uchun boshqa tumanga o'tgan. Bunday paytda ro'yxat, mahalla, tuman bo'yicha ma'lumotlar yangilangan bo'lishi kerak. Aks holda xabarlar eski manzilga ketishi
chaqiruv yoki qo'shimcha hujjat so'rovi pensionerga vaqtida yetib bormasligi mumkin. Odam esa menga hech kim aytmadi deb qoladi. Shuning uchun ko'chgan bo'lsangiz, ro'yxat va aloqa ma'lumotlarini albatta aniqlashtiring. 4-guruh bu nogironlik pensiyasi yoki nafaqa oluvchilar. Bunday to'lovlarda tibbiy xulosa, nogironlik guruhi, muddatli yoki muddatsiz belgilangan holat kabi masalalar muhim bo'ladi. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa, lekin qayta ko'rikdan o'tish kechiksa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Masalan, odam 2-guruh nogironlik bo'yicha nafaqa olayotgan bo'lsa va tibbiy ko'rik muddati may oyida tugasa, u iyun oyida nega pul tushmadi deb hayron bo'lishi mumkin. Aslida esa asosiy hujjat yangilanmagan bo'ladi. Shu sababli nogironlik bilan bog'liq pensiya yoki nafaqa olayotganlar muddatlarni kalendarga yozib qo'yishi, farzandlari esa ota-onasiga eslatib turishi zarur. 5-guruh bu o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oladigan oilalar. Bu holatda bolalarning yoshi, o'qish holati, kunduzgi ta'limda o'qishi yoki o'qimasligi kabi ma'lumotlar muhim. Masalan, 20 yoshdan oshgan farzand kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar o'qishdan chetlatilgan bo'lsa yoki sirtqi bo'limga o'tgan bo'lsa, to'lov shartlari o'zgarishi ehtimoli bor. Shu bois bunday oilalar har o'quv yili boshida hujjatlarni tartibga solib qo'yishi kerak. Endi aniq hayotiy misol keltiraman. Tasavvur qiling, 8 yoshli onaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Uning kartasi muddati tugagan, lekin u buni bilmagan. Oy boshida dorixonaga boradi, karta ishlamaydi. Bankomat operatsiya rad etildi deb chiqaradi. Onaxon darrov pensiyam tushmabdi deb o'ylaydi. Ma'lum bo'ladiki, pensiya tushgan, ammo karta yangilanishi kerak. Agar bu ish oldindan tekshirilganda onaxon dorisiz qolmas edi. Bankka shoshilinch borishga ham hojat qolmas edi. Yana bir misol. 72 yoshli otaxon pensiyasini naqd shaklda olgan, keyin karta orqali olishga o'tgan. Lekin telefon raqami eski bo'lgan, SMS xabarnoma kelmagan. U pensiya tushmagan deb o'ylagan. Aslida mablag' kartaga tushgan, faqat xabar kelmagan. Bu yerda muammo pensiya jamg'armasida emas, aloqa ma'lumotida. Demak, telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankka borib yangilang. Agar farzandingiz raqamiga bog'langan bo'lsa, farzandingiz raqami faol ekaniga ishonch hosil qiling. Yana bir vaziyat. Pensioni ishlashda davom etmoqda. U men ishlayapman, demak pensiyamga ta'sir qiladimi deb xavotir qiladi. Bunday holatda hamma narsa pensiya turi qonunchilikdagi amaldagi tartib va shaxsiy vaziyatga bog'liq. Men doim aytaman, eshitgan gapga ishonmang. Qo'shnining holatini o'zingizga tenglashtirmang. Bir odamning pensiyasi yoshga doir bo'lishi mumkin, boshqasiniki nogironlik bo'yicha bo'lishi mumkin. Uchinchisi o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha olishi mumkin. Har birida talablar boshqacha bo'ladi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning ID kartangiz yoki pasportingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz muddat tugamagan bo'lsa, telefon raqamingiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, pensiya har oy barqaror tushayotgan bo'lsa, sizda hozircha vahimaga tushadigan asos yo'q. Lekin baribir yilga kamida bir marta ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yish foydali. Chunki muammo ko'pincha pul tushmay qolgan kuni emas, undan ancha oldin boshlangan bo'ladi. Endi istisnolar. Nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlar haqida gapiraman. Birinchi nozik masala bu ishonchnoma orqali pensiya olish. Ayrim pensionerlar sog'lig'i sababli bankka bora olmaydi yoki hujjat ishlarini farzandi bajaradi. Bunday holatda ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa, bank yoki tegishli tashkilot mablag'ini berishda cheklov qo'yishi mumkin. Ko'pchilik kecha olgandim-ku, bugun nega bermayapti deb hayron bo'ladi. Chunki kecha amal qilgan hujjat bugun muddat tugagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishonchnomani alohida papkaga solib, muddati qachongacha ekanini yozib qo'ying. Ikkinchi nozik masala bu pensionerning vafoti bilan bog'liq holatlar. Men bu mavzuni og'ir bo'lsa ham aytishim kerak. Agar pensioner vafot etsa, oila a'zolari tegishli tartibda xabar berishi, hujjatlarni rasmiylashtirishi, ortiqcha to'langan mablag' masalalarini aniqlashtirish kerak. Ba'zan oilada kimdir kartada pul bor ekan, ishlatib yuboraylik deb o'ylaydi. Bu keyin huquqiy va moliyaviy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda darhol mahalla FHDYO, pensiya jamg'armasi yoki bankdan tartibni so'rash kerak. Hamma ish qonuniy bo'lsa,
Keyin hech kim ortiqcha tashvishga tushmaydi. Uchinchi nozik masala bu ortiqcha to'lov. Ba'zan ma'lumot kech yangilangani sababli odamga ma'lum muddat davomida ortiqcha pul to'langan bo'lishi mumkin. Masalan, nafaqa olish sharti tugagan, lekin tizimga ma'lumot keyinroq tushgan. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish talabi qo'yilishi ehtimoli bor. Shu bois tushayotgan ekan, olaveray degan yondashuv xavfli. Agar siz to'lov shartingiz o'zgarganini bilsangiz, masalan, o'qish tugagan, nogironlik muddati tugagan, yashash yoki oilaviy holat o'zgargan bo'lsa, buni yashirmaslik kerak. 4-nozik masala bu firibgarlik. Hozir pensionerlar ko'pincha telefon orqali aldanmoqda. Kimdir qo'ng'iroq qilib, "Men pensiya jamg'armasidaman. Kartangizni yangilashingiz kerak. SMS kodini ayting" deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kod aytmang. Karta raqamingizning barcha ma'lumotlarini bermang. Ayniqsa kartaning orqa tomonidagi kodni aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramasligi kerak. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'ying va rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki yaqin bankingizga boring. 5-nozik masala bu ariza yozishda aniqlik. Ko'p pensionerlar ariza yozganda pensiyamni tekshirib bering deb umumiy yozadi. Bu ba'zan yetarli bo'lmaydi. Arizada aniq nimani so'rayotganingizni ko'rsatish kerak. Pensiya miqdorini qayta hisoblashni so'rayapsizmi? To'lov kechikishi sababini so'rayapsizmi? Bank rekvizitini o'zgartirmoqchimisiz? Ish stajingiz qo'shilmagan deb o'ylaysizmi? Yoki hujjatingizdagi xatoni tuzatmoqchimisiz? Masala qanchalik aniq yozilsa, javob ham shunchalik aniq bo'ladi. 6-nozik masala bu mehnat staji va arxiv hujjatlari. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin eski ish joyidan qo'shimcha hujjat topib qoladi. Masalan, 1990-yillardagi ish staji hisobga olinmagan bo'lishi mumkin yoki arxivdan ma'lumotnoma topiladi. Bunday holatda pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish imkoniyati bo'lishi mumkin, lekin bu avtomatik bo'lmaydi. Hujjatni olib borish, ariza yozish, tekshirtirish kerak. Agar eski mehnat daftarchangizda yozuvlar noaniq bo'lsa, muhr o'qilmasa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi juda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. 7-nozik masala bu boshqa hududga vaqtincha ketish. Masalan, pensioner farzandinikiga boshqa viloyatga 34 oyga ketdi. Pensiya kartaga tushayotgan bo'lsa, odatda kartadan foydalanishi mumkin. Lekin agar u naqd shaklida yoki muayyan tartibda olayotgan bo'lsa, oldindan qanday tartib bo'lishini aniqlashtirgani ma'qul. Chunki manzil, ro'yxat va yetkazib berish shakli muhim bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Hozir siz nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga to'plang. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi, telefon raqamingiz yozilgan ma'lumot. Agar nogironlik bo'yicha to'lov olsangiz tibbiy xulosa. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha olsangiz bolalarga oid hujjatlar, o'qish ma'lumotnomasi. Vasiylik yoki ishonchnoma bo'lsa uning nusxasi. Bularni alohida papkaga solib qo'ying. Hujjatni qidirib sarson bo'lmaslik uchun farzandlaringizga ham qayerda turganini ayting. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddatiga qarang. Agar muddat tugashiga endi 2 oy qolgan bo'lsa, bank oldindan boring. Karta bloklanganmi, faolmi? SMS xabarnoma qaysi raqamga ulangan? Pensiya aynan qaysi hisobga tushadi? Shularni aniqlang. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankda yangilang. Buni kechiktirmang, chunki pensiya tushadigan kuni bankka navbat ko'payishi mumkin. 3-qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, hujjat raqami, yashash manzili to'g'ri yozilganmi? Shuni aniqlang. Agar ID karta yaqinda olingan bo'lsa, bankdagi ma'lumot eski pasport bo'yicha qolmaganiga ishonch hosil qiling. Bitta harf xatosi ham ba'zan tizimda muammo tug'dirishi mumkin. 4-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilishdan qo'rqmang. Borganingizda menga umumiy tushuntirib bering demasdan, aniq savol bering. Masalan, mening pensiyam nega bu oy kechikdi? Mening stajim to'liq hisobga olinganmi? Men yangi ID karta oldim, ma'lumotlarim yangilanganmi? Bank kartamni almashtirdim, yangi rekvizitni qanday beraman? Nogironlik hujjati muddati qachongacha amal qiladi? Ana shunday aniq savollar ishni tezlashtiradi. 5-qadam, ariza yozsangiz, albatta nusxasini saqlang. Arizada ismingiz, familiyangiz, telefon raqamingiz, manzilingiz.
murojaat mazmuni aniq bo'lsin. Agar hujjat topshirsangiz, qaysi hujjat topshirilganini yozib qo'ying. Imkon bo'lsa, qabul qilingan sanani belgilab oling. Bu keyinchalik men topshirgandim, ular olishmagan degan tushunmovchilikning oldini oladi. 6-qadam, farzandlar pensioner ota-onasiga yordam bersin. Men yoshlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz pensiya oladigan kartani, hujjat muddatlarini, telefon raqamini, tibbiy ko'rik muddatini tekshirib qo'ying. Siz uchun bu 20 daqiqalik ish bo'lishi mumkin. Lekin ota-onangiz uchun bir haftalik asabiylashishning oldini oladi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar bu masalada ko'proq yordamga muhtoj. 7-qadam, shubhali xabar va qo'ng'iroqlarga ishonmang. Agar kimdir pensiyangiz to'xtaydi, tezda karta raqamingizni yuboring desa, darhol to'xtang. Rasmiy tashkilotlar maxfiy kod so'ramaydi. Telegram yoki telefon orqali kelgan noma'lum havollarga kirmang. Karta ma'lumotlarini begonalarga bermang. Agar chindan ham muammo bo'lsa, sizga eng xavfsiz yo'l bu rasmiy bo'limga borish yoki rasmiy aloqa kanali orqali so'rashdir. 8-qadam, pensiya miqdori o'zgargan bo'lsa, sababini aniqlang. Ba'zan odam nega kam tushdi deb xavotir qiladi. Bunga turli sabablar bo'lishi mumkin. Qayta hisob-kitob, qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish bank xizmatlari, hujjatdagi o'zgarish yoki boshqa omillar. Taxmin qilmang. Avval bankdan mablag' kirim-chiqimini oling. Keyin pensiya jamg'armasidan hisob-kitob asosini so'rang. Raqam bilan gaplashsangiz, masala tezroq yechiladi. 9-qadam, eski ish staji bo'yicha hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqidagi hujjatlar, korxona nomi o'zgargani haqidagi ma'lumotlar pensiya hisob-kitobida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar men 35 yil ishlaganman, lekin kam pensiya olyapman deb o'ylasangiz, shunchaki nolimang. Hujjat bilan tekshirtiring. Ba'zan bitta topilgan arxiv ma'lumotnomasi odamning pensiya masalasida sezilarli o'zgarish qilishiga yordam beradi. 10-qadam, hamma gapni eshitib, darrov vahmaga tushmang. Internetda hammaning pensiyasi to'xtaydi, kartalar yopiladi, hujjat topshirmaganlar pul olmaydi kabi gaplar tarqalishi mumkin. Men sizga ekspert sifatida aytaman, har bir xabarni rasmiy manbadan tekshirish kerak. Lekin bu beparvo bo'ling degani emas. Eng to'g'ri yo'l vahima emas, tartib. Hujjatni tekshiring, kartani tekshiring, ma'lumotni yangilang. Savolingiz bo'lsa yozma murojaat qiling. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi shoshilinch xabarning asosiy mazmuni shuki, pensiya bilan bog'liq muammolarning katta qismi oldindan tekshirish orqali olinadigan masalalardir. Karta muddati, telefon raqami, ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, ishonchnoma, nogironlik muddati, o'qish ma'lumotnomasi, ish staji hujjatlari, bularning hammasi pensiya to'lovining o'z vaqtida va to'g'ri kelishiga ta'sir qilishi mumkin. Men sizga vahima tarqatish uchun emas, aksincha, o'zingizni himoya qilishingiz uchun gapirdim. Bugun vaqt topib hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Farzand bo'lsangiz, ota-onangizga yordam bering. Pensioner bo'lsangiz, keyin qilaman demang. Chunki pensiya kechikkan kuni har bir soat qimmat bo'lib qoladi. Sizda pensiya bilan bog'liq savol, kechikish, karta muammosi yoki qayta hisoblash bo'yicha tajriba bo'lganmi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Keyingi videolarda men pensiya miqdorini tekshirish, stajni to'g'ri hisoblatish va ariza yozishda xato qilmaslik bo'yicha yanada aniqroq ma'lumotlar beraman.